50 qilaylik. Yo'q. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Assalomu alaykum. Tog'ali, charchamayapsiz, tinchmisiz? Nechtalik kerak? 13 taligi. Benzin salarishni? Benzinmi? Bo'ldi, keling. Zo'rini qilib beraman sizga bitta. Yettiga 9, 3 million 800. Qancha? 3 million 800, 7ga 9 talik. 7ga 9 benzinli, baki 5 litrli, o'qlari qalin. 3 million 800 ming so'm. 9 talik Asama italyanskiy texnologiya. 5 million so'm. 15 ot kuchi xohlasangiz 612 ballon, Shtroki ballon katta 15 ot kuchi. Mexanika, avtomat emas, mexanika korobka 5,5 million so'm. 13 dan ko'ra 15 ovoring, raznisasi 200 ming so'm, 200 ming so'm rol o'ynaydi. Bular shunchami? Yo, buni o'zi kelishtirib beraman sizga. Men Qashqadaryodan keladi. Qashqadaryo qayerdan? Qamashdanmi? Qamashqdan aka 500 ming o'tib beraman. 5 million to'g'ri qilib beraman. Men telefonlashib, ertalab telefon qildim Ha, nech pul o'di? Yo'q, aytganim yo'q, просто lakasidan tashlab. Lakasi tashladi. Mana aka hali hech kimga qilib berganimiz yo'q. Buni haqida 500 ming so'm yo'l kirasiga o'tib beryapman. Yo'l kirasiga masalan zapravkangizga Qashqadaryoga 200 ming zapravka qiladigan bo'lsangiz 300 ming so'm yo'lda somsa-pomsa yeb ketasizlar Jizzaxga to'xtab. Bosim bor teskari bo'lib qoladi, yo'lda Jizzaxda undan zo'r somsalar bor. Boshing mana shu 5 million so'm aka, 5 qatorda 10 qator frezasi bilan. 1 yil garantiya beraman. Motoblokning haqiqiy giganti mana shu bo'ladi. O'qlari ham qalin aka. O'qi ham qalin, reduktori ham qalin. Vomi ham bor orqasida. Eng qizig'i mana bunaqa oddiy motokultivatorlarga o'xshab mana sifatsiz motokultivatorlar bo'ladi, mana rezinkali yopib qo'yadi rezinka bilan. Bunaqa rezinkali emas, boltkada qotirilgani. O'zi akam yetalasam bo'lardi siz aka 4 million 400 bering, 4 million 300 bering deb. Konkretni gaplashdingiz, men ham konkretni aytdim sizga bo'ladigan. 5 million bering, 1 yil garantiya 5 qatordan 10 qator frezasi bilan qilib beraman. Mashinaga qanday bo'ladi ortda? Mashinaga aka muammo emas. Velosipedga ortib beraman, xohlasangiz haydab ketsangiz bo'ldi yog'iga. Velosipedga ortib beraman. 200 o'tingiz. Qarang, bunday qilamiz. Narxidan o'tmayman. Sizga bitta ligota qilib beraman. Shuncha joydan kelibsiz. Hozir moyiga, benziniga rasxotingiz 150 ming so'm pul bo'ladi. O'sha mendan shuni qo'yib beraman. O'sha 200 ni olib o'tiring. 200 o'tiring. 5 teks pulimiz bor-da, to'g'risi. Yo'q, xo'p, 200 ming o'tib bersam, moy benzinni o'zingiz olib olasizmi? Moyni berasiz, benzinni qo'yib olamiz. Bo'ldi, 1 litr motoringizga moyni beraman. Benzinni o'zingiz olasiz. Benzinmi, o'zim. Ha, korobka moy bilan benzinni o'zingiz olasiz. Yo'q, korobka yo'q, o'zi qancha chiqadi? O'shancha aytyapman. Yo'q. Korobka yo'qmi, shunaqa qilib benzinni o'zim olaveray. Yo, benzin nima? 10 ming so'm aka. Sizga 5 litr benzin quyib beraman. 200 metan bilan yetib olamiz-da o'zi. To'g'risi-da. Yo'q, tushundim. 5 bilan naqd pulim bor. Shuncha telefonlashib kelyapman. Bo'ldi aka, 5 million naqd pulingiz bo'lsa aytyapman, mana 5 million bersangiz, moy benzin bilan tayyor qilib yurg'izib beraman. Shunaqa qilib beravering. Yo'q, o'zi aka, o'zi zo'r narxi bo'ldi. Bu 15 talik. Yog'ini solib bering, motor yog'ini o'zi solib olamiz. 50 kelik qilaylik. Yo'q, shunaqa kelik bo'lsa. 50 kelik demang. Mana 150 ming rasxot bo'ladigan bo'lsa, mayli 75 ming siz bering, 75 ming mana. Shunaqa qilib bostirang o'zi. Ana siqqa tiqib olib shashlik pishiryapsiz-ku, bitta baqlajon, bitta pomidor, ikkalasi ham kuymaydi o'shanda. Yo'q, tushuntiribman. Ana admin sotiladi. Sotiladi. Necha so'mdan? Originali 12 ming so'm. Haloyiq, originali 12 ming so'm. Originali mana shu. Instagramda ko'rib kelyapman men ham. Ha. Pastchilarga hech bo'lmasa sal ozroq o'tadi deydi. Ha. Qani mashinangiz? Frezengizni? Ana teryapti-ku. Bittasini teri bo'pti joni. Teravering, tekis 200 shu nos qoladigan nos. To'g'risi shaqqa yetib olaman, shu pulim bilan to'g'ri shaqqa. Dangal yo'ling qildim. Ertalam 01 ga telefon qilaman. Xo'p, aka qarang. 5 millionga moylari bilan ber deyapsizmi? Yo'q, 200 o'tib turing shuni. 3 million 200. O'zingda sizga? Unda 3,5 million so'm olasan. 3,5 million. Ha, beravering aka, kassa bitta. Kelyapmiz endi, hurmat qiling endi. Yo'q, akajon, hurmat qilib sizga qo'limdan kelgancha qilib beryapman. Qo'limdan kelgancha. Iloji boricha aka, bu yerda hech kim norozi bo'lib ketmaydi. Ha, bo'ladimi? Barakasi bersin. 15 talik a? Ha, 15 aka, 13 dan ko'ra 15 ta olganingiz yaxshi-da, bari bahaybati zo'rda. Motoblokda akulasi mana shu bo'ladi, inomarkasi.
Motoriga hozir benzin quyamiz, moy aralashtirilmaydi, toza benzin ishlaydi aka. Mana bu. Motoriga esa 20 gellik moy quyib beraman. Oddiy arzon 20 ming so'mlik moy. Olib borib 1 soat ishlatib, to'kib tashlaysizda apkatga bo'ladi. Apkatga yaxshisini qo'yaverasiz. 50 ming, 60 mingga zo'r moy beradi. O'shani qo'yaverasiz. Qancha 1 litr ketadimi? 1 litr 200 gram moy ketadi. Korobkasiga 3 litr moy quyiladi. Korobkani 1 yilda almashtirasiz. Benzin quyma mana shu. Salarga quyma yana. Hidi kelib qolmaydi mashina. Ya, umuman to'kilmaydi aka. Tak, yurg'izishdan oldin birinchi avariyni kulchatilni o'chirib olamiz. Ha, ikkita kulchatilda bu yerda qaranglar tog'a. Mana bunday qo'ysiz yurmaydi. 10 degan yozuvga qo'yasiz. Keyin avariyni ozgina qo'shasiz. Skors xalastoy bo'lsin. 1, 2, o'rta xalastoy. Patsos tortib original motoblok bir tortgandan yuradi. O'sha yerdan bilsangiz ham bo'ladi originalligini. Mana bu birinchi kurs. Qo'y, orasi ketadi. Freza qo'shib beradi anodan. Ha, 5 qatordan 10 qator frezasini beraman. Uyga borib 1 soat apkatga. Apkatga обязательно esdan chiqmasin. Ha, 1 soat yoqib qo'yish. Ha, vozdixga ham moy quyish esdan chiqmasin. Moy quyiladi. Qanday yoqqan? Vozdixga moyda mana ochasiz mana uni. Benzinli motoblokda benzin olasizmi, salarka olasizmi, hammasida vozdix bor, hammasiga moy quyilsin. Mana ariqchasi bor, ko'ryapsizmi ichida? Bu ariqchasiga yetar-yetmas qilib moy quyib qo'yasiz. Ko'p quyib yuborsangiz, Porschening ustiga o'tib ketib qoladi-da, moy ana yurmay qoladi motoblok. O'zini me'yori bor-da, o'sha normasida quying.